Xo'p, bolamga qanday to'g'ri bog'cha tanlayman? Bolaga to'g'ri bog'cha tanlash emas, bolaga mos bog'cha tanlash haqida o'ylashimiz kerak. Chunki bugungi kunda bolalar ham muhit tanlashadi, bolalar ham bog'cha tanlashadi va bolalar ham tarbiyachilarni tanlashadi hattoki. Bog'chani bolalarimizga mos va ota-onalarimiz uchun eng yaxshisini tanlash uchun birinchi navbatda bog'chaga qo'yiladigan talablarimizni spiskasini, ya'ni ro'yxatini qilib olishimiz kerak. Ya'ni bog'chadan kutilmalarimiz, nima xohlaymiz bolamizni, ya'ni farzandimizni tarbiyasiga yaxshi e'tibor berishlarini, gigiyenik jihatdan tozalikka rioya qilishlarini, bolalarimizni hayotini xavfsizligini ta'minlab berishlarini, bolalarimiz uchun chiroyli komfort yaratib berishlarini va hokazo. Va qolaversa, ba'zi bir ota-onalar bog'chani o'sha uyidan uzoqligi yoki yaqinligi, ya'ni masofasiga e'tibor berishadi. Ayrim bir ota-onalar bog'chani narxiga e'tibor berishadi. Mana shu oxirgi ikkita masala eng oxirgi o'rinda bo'lgani yaxshi. Birinchi navbatda bog'cha tanlayotganimizda bog'chani prinsiplariga, bog'cha o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga, qolaversa bog'chadagi taomnomani bola sog'lig'iga qay darajada foydali ekanligiga, qolaversa bolani hayotini xavfsizligini ta'minlab berish uchun ehtiyot choralari ko'rilgan ko'rilmaganligiga, bog'cha xodimlarining, ya'ni tarbiyachi, ustoz, murabbiylarning bilim ko'nikmalari, tajribalariga ham e'tibor qaratish kerak. Farzandingizni bog'chaga berishdan oldin albatta bog'chaga sayr uyushtiring, ya'ni ekskursiya uyushtiring. Birinchi sayringiz, birinchi tashrifingiz bolasiz, ya'ni farzandsiz bo'lgani yaxshi. Shunda ota-onalar bog'chani borib ko'rib, ichki shart-sharoitlari bilan tanishib, bog'cha ma'muriyati bilan suhbatlashib, o'ziga kerakli bo'lgan, ya'ni haligi ro'yxatdagi savollarni berib, ularning 80-90% ga ijobiy javob olgandan keyingina farzandlari bilan tashrif buyurishlari mumkin. Keyingi etap bu bog'cha ma'muriyati bilan tanishgandan keyin bog'cha pedagoglari bilan ham, ya'ni bog'cha tarbiyachilari bilan ham tanishish, ular bilan suhbatlashish, ularning tajribalari bilan qiziqib ko'rish ham maqsadga muvofiq. Bugungi kunda xususiy bog'chalarda ochiq eshiklar kuni tez-tez o'tkaziladi. Agar imkoniyati bo'lsa, ota-onalar farzandlarini bog'chaga berishdan oldin bir emas, bir nechta bog'chalarni ochiq eshiklar kunida ishtirok etib ko'rishlari, bog'chada tashkillashtirayotgan seminar, yig'ilishlarda qatnashib ko'rishlari, bir nechta bog'chalarni o'zaro taqqoslashlari, solishtirib ko'rishlari va keyingina bir xulosaga kelishlari maqsadga muvofiq. Bolalarimizning emotsiyalarida o'zi bilinadi. Bog'cha ma'qulmi, bog'cha yoqadimi, bu bog'chani xohlab kelyaptimi, tarbiyachisi uni ishonchini oqladimi, yo'qmi. Shuni unutmasligimiz kerakki, farzandlarimizni bog'chaga berayotganda ota-onani 100% ishonchi, ya'ni bog'chaga nisbatan ishonchi bu albatta bolaga ham o'tadi. Agar ota-onada bog'chaga nisbatan shubha yoki qanaqadir gumonlar yoki javobsiz savollar bo'ladigan bo'lsa, bu ham bolaga o'z-o'zidan ta'sir qiladi. Ya'ni ota-ona ishonmagan muhitga farzand ham tabiiyki ishonmaydi va bu keyinchalik farzandlarimizni adaptatsion jarayonlarda, ya'ni bog'chaga moslashuv davrida qiyinchiliklar bilan bu davrni boshdan kechirishiga to'g'ri keladi. Eng muhimi, farzandingizni bog'chaga berar ekansiz, bu narsaga onalar tayyor bo'lish kerak, chunki onalar farzandi bilan emotsional otalarga nisbatan bog'liq bo'ladi. Shu sababdan agar ona tayyor bo'lmasa, tabiiyki bola ham bog'chaga moslashmaydi. Bog'cha bilan tanishar ekansiz, uni nafaqat tashqi ko'rinishi, ichki komforti, bog'chani narxi, uyingizdan qaysi masofada uzoq yoki yaqinligi emas, bog'chani o'z oldiga qo'ygan missiyalari, yillik ish planlari, bog'chada olib borilayotgan tadbir, ekskursiyalar, bog'chada olib borilayotgan ishlar bilan va hattoki bog'chani taomnomasi, menyusi, ya'ni bir oylik hattoki menyusi bilan ham tanishib ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardik. Va yana bitta asosiy maslahat, tabiiyki har bir bog'chaga tashrif buyurarkan
ekansiz, u bilan tanishish maqsadida administratsiyadan, ya'ni administrativ xodimlardan reklama ko'rinishida bog'cha to'g'risida har xil maqtovli so'zlarni eshitishingiz mumkin. Ammo bog'cha haqida haqiqiy odzivlarni har doim mavjud, ya'ni bog'chaga qatnab yurgan ota-onalardan eshitishingiz mumkin. Buning uchun bog'chaga, ya'ni ertalabki vaqtida yoki farzandlarni bog'chadan olib ketayotgan vaqtlarida ota-onalar bilan suhbat qilib ko'rishingiz, ularni fikri bilan qiziqishingiz ham maqsadga muvofiq. Chunki haqiqiy odzivni, bog'cha to'g'risidagi haqiqiy fikrlarni siz mavjud ota-onalardan ham olishingiz mumkin. Qolaversa, har bir bog'chani bugungi kunda o'sha internet tarmoqlarida o'zlarining shaxsiy sahifalari bor. Bu sahifalarni kuzatish orqali, u sahifalarga bildirilayotgan fikrlarni o'qish orqali ham bog'cha haqida yaqindan tanishishingiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, Rahimov Kids bog'chamizda ham ota-onalar farzandlari bilan adaptatsion jarayondan yaxshi o'tishlari uchun, farzandlarini bog'chaga tez moslashishlari uchun va qolaversa ota-onalarni ishonchini qozonish maqsadida maksimal darajada imkoniyatlar yaratganmiz. Bu imkoniyatlardan ota-onalar bemalol foydalanishi mumkin. Masalan, demo kuni bir kun emas, naqd bir hafta mobaynida farzandingizni bog'chaga olib kelib, o'zingiz ham shu qatorda birga farzandingiz bilan tarbiyachilar, mutaxassislar bilan tanishib, haftalik mashg'ulotlarni kamera kuzatuvlari orqali farzandingiz bilan birgalikda kuzatib, deylik, mashg'ulotlarda hatto qatnashib, qolaversa, bog'chani taomnomasidan tatib ko'rish va bir haftalik oldindan tayyorlab qo'yilgan taomnomani ro'yxati bilan ham tanishish imkoniyatiga egasiz.